Turkmanistonda o'sha ilondan keyin yopib tashladi yo'lni, polni yopib tashladi. Umuman o'tkazmadi. O'sha oxirgi 2012-yil edimi, 2000 nechinchi yil edimi? Viza bilan borasan. Oldin bez viza edi. Shunday o'tib ketading. $7 pul to'lab o'tading. Shunday o'tib borib kelaverding, qarochi. Shunday borasan, pul to'laysan, o'tib ketasan. Ochiq deyapti. Ochilgandir-da, hozir bilmayman lekin. Yaqingacha ham yopiq edi lekin. Turkmaniston ham chiroyli joymi? O'sha paytlar Amir aka, Zayba qildingiz, levelingizni bilan qiynalib ko'targan ekansiz, sikvordingiz jon aka. 75 marta kirib chiqdingiz, levelingizni ko'rdik aka, 38-levelingizga aka. Levelim, jon aka, Zayba qildingiz, bilet. Tashag'am urmaysiz, kirasiz, chiqasiz, kirasiz, chiqasiz. 6-marta kirib chiqasiz, kirib chiqadi, qarab tur yana, qarab tur. Bilet, levelni pizziz qayta ko'targaniga hayronman bu odam. 38 ittanimedi. Turkmanistonda aziz anosi zo'rda. Mayli. Odamlari zo'r, odamlarning xalqini anosi zo'r. Xushmuomala yaxshi xalq. Odamlari zo'r. Ko'p joyga borganman. Karkicha degan joyga borganman. Ashxobodga borganman. Ashxobod. Endi u paytlar men TikTok Ashxobod eshitganman men. U paytlar men jalab anov emas edim. TikToker emas edim. Prosta o'zim aylanib borib kelganman. Turkmanistonda ham tanishlarim bor meni. Anov donator ham Turkmanistondanmidi? Kirmay qoldi. Otim bilib, Haydar aka. Haydar aka. Zo'r odamlar borganman, yaxshi odamlar. Muzoffar akam ham Turkmanistondan joni sog' bo'lsin, yaxshi odam. Nima ham Qoraxonli ham kirishni boshlabdi TikTokka. Kecha bir ko'zim tushib qoldi. Ko'rganim yo'q, o'sha o'tkayli ko'rganim Qoraxonlini. Qoraxonlikni ham ko'rib qoldimmi? Turkmanistonda odamlarning muomalasi yaxshi, zo'r. Hammasi endi o'zini ichida mentaliteti boshqacha. Biznikidek ko'p unday mashinist va unday emas. Yaxshi odamlarning hammasini hurmat qiladi. Muomalasi yaxshi. Turkmanistonga borsang, shunday mehmon qiladi, tanigan bilmagan kak Tojikistonda edi. Ularning insonlari ham zo'r. Yaxshi. Bizda ham yaxshi, bizda ham endi hozir oqibat yaxshi-yu nima? Bizda ham zo'r. Prosta demoqchimanki, bizda ko'pchilik aldaydi-da, bir-birini aldaydi bizda ko'p. Bizdiki mana misol, mana e'tibor bersang, Rossiyada o'zi bilsang bo'ladi. O'zbekska, begona sikmaydi Rossiyada. Misol tojiklarga e'tibor berib qaragin, Rossiyada yurgan tojiklarni bir-birini birontasini urdirmaydi. Sikadi agar bitta tojikni urgin, ko'tiga sikib 1000 tasi yig'ilib keladi. Bizdagilar bir-birini sikishdan boshqa joyga o'tmaydi-da. Misol men bilaman, tan olish kerak. Endi yomonlash emas, bizda ham hamma zo'r insonlar, Alloh rozi bo'lsin, yomon emas. Prosta birikish degan narsa, taraf olish, da. Endi misol ko'rganimni aytaman-da, men Rossiyaga borgan paytim ko'rganman. Tojik bachalar bir-birini shunaqa paddishga qilib, bittasini bitta urib qo'ygan, onangni sikadi kelib 1000 tasi. Tanimaydi ular bir-birini, tojikda uribdi deydi. Bo'ldi, onangni sikaman deb keladi hammasi. Men bilaman. Men ko'rganman o'sha situatsiyani. Ustida ko'rganman. Bizlarnikilar birov urayotib shart emas, bizlarnikilar bir-birini sikadi, tamom. Biznikilar urushmaydi, sal urushmaydi. Bizni men aziz, men o'sha Rossiyada yurgan paytim, qarochi, men ko'rganman. Chechenlargacha do'q bermaydi tojiklar. bu aniq. Chechenlardan o qabriston talashib bilan qochirib yubordi, urushib, otishmalar bo'lib ketdi-yu. Ne chechenlar? Men o'sha Rossiyada ko'rganman-da, o'sha tojik bachalarni bir-birini tanimasa ham bitta tojikni uribdi deydi, ko'rasan qanday yig'ilib keladi. Ko'tiga sikadi tojiklar. Agar bitta tojikni birov ursin, tanimasa ham tojikmi deydi, uni eski paddishga qilamiz, tamom. Qizig'i ular qarindosh emas, ular shunday birika. Bizda unday birikish yo'q. Hozir keladi. Endi hamma davlatda bor. Hamma davlatda bor shunaqa insonlar, yaxshi, yomon, hamma